yil davomida 7 yoshga to'ladigan bolalar qabul qilinadi. Farzandingiz joriy yilda 1-sinfga chiqadimi? Unda ushbu ma'lumotlar aynan siz uchun. Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Ko'p foydali ma'lumotlardan quruq qolasiz. Endilikda respublikamizdagi 135 ta tuman shaharlardagi jami 5690 ta maktablarga farzandingizni joylashtirish uchun ortiqcha ovoragarchiliklarga umuman hojat yo'q. Ushbu jarayonlarni siz kichik 3 ta qadamda amalga oshirishingiz mumkin. Birinchi qadam: my.go.uz yoki my.maktab.uz elektron portallariga kirib va Найди tizimi yoki telefon raqamingiz orqali ro'yxatdan o'tasiz. Ikkinchi qadam: yashash manzilingiz va farzandingiz haqidagi ma'lumotlarni kiritib, so'rovnomani to'ldirasiz. Bunda mikrohududingizga biriktirilgan maktab avtomatik ravishda belgilanadi. Sizdan faqat ta'lim tilini tanlash talab etiladi. Uchinchi qadam: kiritilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlaysiz va ariza yuborish tugmasini bosasiz. Yuborilgan arizalar qanday ko'rib chiqiladi? Arizangiz 3 ish kunida o'rganiladi. Shundan so'ng elektron navbat orqali o'zingizga qulay vaqtni tanlab maktabga borishingiz mumkin. Qabul qilinganlik holati bo'yicha bir ish kuni ichida telefoningizga SMS xabarnoma yuboriladi. Jarayonning muhim jihatlariga e'tibor bering. Birinchidan, arizalar 20-iyundan 1-avgustga qadar faqat mikrohudud bo'yicha qabul qilinadi. Boshqa hududdagi maktablarga qabul esa 1-avgustdan so'ng bo'sh o'rinlar mavjud bo'lgandagina amalga oshiriladi. Ikkinchidan, qonunchilikka muvofiq bu yil 1-sinfga 2019-yil 31-dekabrga qadar tug'ilgan, ya'ni yil davomida 7 yoshga to'ladigan bolalar qabul qilinadi. Uchinchidan, mazkur davlat xizmatidan foydalanish mutlaqo bepul. Agar ta'lim boshqa tilda, masalan, rus tilida olib boriladigan sinflar tanlansa, farzandingiz ushbu tildagi boshlang'ich so'zlashuv ko'nikmalari maktab qabul komissiyasi tomonidan suhbat asosida baholanadi. Agar bola yetarli ko'nikmalarga ega bo'lmasa yoki tibbiy xulosaga ko'ra maktabda o'qishi tavsiya etilmasa, qabul rad etilishi mumkin. Shu o'rinda ota-onalarga murojaat qilmoqchimiz. Farzandingiz o'zi yaxshi tushunadigan tilda ta'lim olishi nihoyatda muhim. Chunki o'zi ta'lim olayotgan tilni tushunmasa, bu holatda do'stlaridan ortda qolishi, psixologik bosimlarga duch kelishi mumkin. Yakunda esa o'ziga noqulay muhit uni maktabga qiziqishini pasaytirib yuboradi. Ushbu muhim ma'lumotlarni bu yil farzandi maktabga chiqadigan ota-onalarga ulashib qo'ying va vazirlikning rasmiy sahifalarini kuzatib boring.